o'zimizni o'zbekona milliy urf-odatlarimizni juda ham yaxshi ko'raman. Kelin bo'lib tushgandan keyin voqli turib ko'chalarga suvlarni sepib, supurishlari. Ozgina bo'lsa ham vaqtim bo'lganda chopib uyga kelaman-da, o'sha bolalarimni yaxshi ko'rgan taomlarini, pishiriqlarini pishirib berishga harakat qilaman. Uchalasi ham o'g'il bola bo'lgani uchun, endi dadasi bilan 4 ta o'g'il bo'ladi. Men bitta o'zi qiz bola. Bir xilgisini yoqtirgan taomini tayyorlasam, ikkinchisi xafa bo'lib qoladi. Shu yaxshi ko'rgan taomini teng tayyorlab berishga ham harakat qilaman, chunki bitta dasturxonda o'tirib, ovqatlanib, tinchgina uyingizda farzandlaringiz bilan birgalikda bu ham baxt deb o'ylayman. Mana shu yurtimizni tinchligini dalolatidan deb bilaman. Mening yurtim, mening faxrim loyihasi yoshlarimizga juda katta o'rnak bo'lyapti, chunki meni ham farzandlarim mana shu loyihani kuzatib borishyapti. Bular kuzatib borishayotganini ko'rib, men ham kuzatyapman bularni. Bularga qanaqa ta'sir qilyapti? Juda ham qiziq kuzatishyapti. Menimcha bu loyiha yoshlarimizga juda katta o'rnak bo'lyapti. Mana shu loyihaga Hay Hay O'lan qo'shig'i bilan qatnashdi. Menimcha muxlislarimizga yoqadi degan umiddaman. Muxlislarimiz o'zlari baho berishadi. Mening yurtim, mening faxrim loyihasini kuzatib boring.